Xo'p, uyimni ham remont qilmasam bo'lmaydi. Anchadan beri uyimni remont qilyaptim. Uyim вообще eskirib ketdi boru. Ikkinchi Rayzo bor-a? Rayzodan so'rab ko'ring-chi. Xo'p, Rayzo chiqarmikan? Rayzo. Voy, ertalabdan kim bo'ldi yana? Uy, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Nimaga keluvdingiz? Uyimni remont qilib bera olasizmi? Uyim eskirib ketdi-da. Mayli, remont qilib beraman. Keyin seni kreativ rejimga o'tkazib qo'yaman. O'g'ri, ham kreativ rejimga o'tkazib qo'yibsiz. Bo'ldi, rahmat. Uyingizni remont qilib beraman. Bo'pti, xayr. What the fuck? Bo'pti, xullas bo'ldi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Rayzo. Bugungi videomizda o'zim bugun video olmoqchi emas edim. Mer kelib qoldi, o'shanga yaxshiroq ideya bo'ladi deb video olib qoldim. Mer uyini remont qilar ekanmiz, lekin вообще noodatiy qilib remont qilaman. Hozir sizlar ham ko'rasizlar. Ishoninglar, вообще hayron qoladigan darajada remont qilib tashlayman. Videoni boshlash oldin sizlar kanalga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoni boshlaymiz. Keyin men yangi kompyuter ham sotib oldim mana unda. Ana merdim men bitta jitlarni o'ldirish kerak bo'ldi. O'shani yangi kompyuterlar ham sotib oldim. Xo'p, uncha zo'r kompyuter emas ekan. Xo'p, men uning ustiga meni kreativ rejimga o'tkazib qo'ygan. Hech bola olishim shart emas. Bo'ldi, men uyga ketaversam bo'ladi. Xo'p, qani ketdi unda. Xo'p, men mana shu yerni remont qilishim kerak, lekin men buni bizib o'tirgim kelmayapti. Uni osor rasuli bor, hozir ko'rasizlar, qarab turinglar. Mana. Ajoyib uslub sindirish, yo'q qilish. Mana shuni tezroq bizamiz deb bo'ldi. Qo'lda sindirsa va pishishga ham ketadi. Xo'p, mana hamma narsalarni sindirib olamiz. Ramti blok hop ketdi. Bularni biz tashlaymiz. Xo'p, endi mana shu sekin uy qurishni boshlaymiz. Sizlar tezlashtirgan kadrni ko'rasizlar, yo'qsa sizlar zerikib qolishingiz mumkin. Qanday biz videoni tezlashtiramiz. Do'stlar, men sizlarga juda ham sifatli bo'lgan Expert DC Gun kanalini tavsiya bermoqchiman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Har kuni Tekken prevyular o'ynaladi, Tekken avatarkalar va shunga o'xshash o'yinlar o'ynaladi. Va sizlar bu kanalda yo'qotmaslik uchun albatta kirib obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli darajadagi marhamat prevyular. Atiga 10,000 so'm. Bunaqa u juda ham nereal. Mana juda ham dahshat. Mana bunaqa prevyular ham atiga 10,000 so'm. Bu yerda mana murojaat uchun Webbook'a yoki mana bu userlarga yozishingiz mumkin. Albatta adminlarimiz javob berishadi va narxlarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Bu juda ham arzon narxlar. Tezroq obuna bo'lib preview zakaz qiling. Xo'p, Rayzo uyimni remont qilmaganmikan? Imam uy kimniki? Yo'q, shu meni uyim. Men unga uyimni remont qilmay desam, unga uy qilmayapti-yu. Вообще lekin mayli zo'r. Yo'q. Voy, bo'ldi. O'zim rosa charchab ketdim, bor uy quraverib. Endi vapchum. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Mana uyingizni qurib bo'ldim. Вообще zo'r chiqibdi. Mana seni ish haqqalaring. Uy, 1 stok, 2 stok, 3 stok olmas. Yo'q. To'xtab tur, hozir bilan sinab ko'ring. Bemalol sinab ko'ring.
Oho, zo'r chiqdi bassi. Yana bitta sakrab ko'ring. Bo'pti, tezroq sakring. Ko'zingni qisib tursang sakrayman-da. Koruncha uy menga yoqdi. Hop. Qilgan ishlaringdan rozi bo'l. Bo'ldi, roziman. 3 dakika almas berganingizdan keyin rozi bo'laman lekin ishni. Hop. Hop, to'g'risini aytsam, rosa qiynaldim. Uy qurishga ham, uyga qaranglar, вообще zo'r qilib tashladim. Atak menga Meram mana bunaqa 3 sak almas berdi. Вообще lekin. Hop, endi yana yangi ish haqqi. Oldingi safar ham snayper qildim. Unga 30 ta almas berdi, uni ham ishlataverdim. Xullas bolalar, shuncha qilgan mehnatimga iltimos kanalga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz endi 10 ga harakat qilamiz. Shuncha qilgan mehnatimni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, unda men yana hamma narsalarni solib qo'yay. Yo'l bilan solib qo'yamiz. Voy, o'zim rosa charchadim, o'g'ri. Hop, men uxlashimdan oldin sizlar kanalga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Unda men maza qilib bemalol endi uxlayveraman. Voh.